Assalomu alaykum, hurmatli Isa Aslov YouTube kanalımızın katıluvchilari. Tug'anlar, amansizlarmi? Densoqliqlaringizlar yaxshimi? Murdaqi kuni biz Volgogradskiy prospektdagi Bobur og'amizning samsaqarasini tartib chiqarganmiz. O'zichi bo'lib ketdi biraqda. Kommentariyada ellar aytib atab, jetpay qoldim, ne oldu? Bilelik deb keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimi? Charchab. Подписчиларimiz oma addushi ekan. To'polon qilib berdinglar. Somsa endi bunaqa bo'lib ketishini bilmadik. Prosmotr haqiqatan ham cho'tki bo'lib ketgan, hamma bunaqa bo'lishini bilmadik. Bugundan cho'tki bo'ldi. Bez вопрос orqa ketib uzilmasdan shunday chiqadi, xudo xolasa inshaalloh. Ellar menga chalib, somsa jetpay qoldi dedi. Chin aytsam, kesak javoq ekan, javoq degan yo'q. To'g'ri ekan odam dedi. O'chib dedi. Qancha Shunaqa bo'ldi. Hozir normal, hozir bitta kirib ko'ramiz, vaziyatlarni ko'rasizlar o'zlar. Talash bo'ldi, o'zichi bo'ldi. Kecha shunaqa, bir kun shunaqa bo'ldi. Bunaqa bo'lishini men kutmadim. Addushi ekan, akaxonni podpischilari, hurmatli hammalaring. Anan boshini ayta ketaylik, Moskvadan ko'rdik deb kelyapsizlar ko'z. Bu Jon kanalimiz, Isa Aslov, o'zimning jeka kanalim Isa Aslov. Agar birinchi bo'layotsanlar, o'sha kanalda paytchasini bosib, qo'ng'ironni bosib qo'yingizlar. Borib turib videolar kirdi debchi. Somsa yoqqan yoqmagan bo'lsa, chiroyli kommentariy ham yozib qo'yinglar. Jek ketganlar yozib qo'ydi, tug'anlar qo'yozdi. Tozaligi qanday ekan deb bir ko'rayinchi, tekshirib. Yuringchi. Ko'rib beraylik. Metro Volgogradskiy prospektdan birinchi vaqtdan chiqqandan keyin o'ngga qayrilamiz, tug'anlar, mo'jilan kirib boramiz. Mana mashina bilan keluvchilarga samsaqana mana ejazdan kelib qoldi. Bu qastel deb yozib turadi bu yoqda. Mana ketasiz. Bu yoqdan kiramiz, ho. Juramiz. Tug'anlar agar mashina bilan keluvchilar bo'lsa, mo'jada besplatniy parkovkalar bor. Ichkariga kira turgan bo'lsangizlar, 1 soat bekor tigi jag'idan kiramiz. Ejilar, juringizlar, o'zim operansizlarda. Mikrofon ba'da. Men naryoqqa suylayapti. Mikrofon bu yoqda. Nelar aytsa ellarga. Somsa shunaqa odam kelyaptiki, somsa ham cho'tki zo'r chiqyapti. O'zim mana yerda odamlarni olib kelib bo'lavering. Birinlikda bo'laveraylik. Tinchlik bo'lsin. Zamonlar tinchlik bo'lsin. Yaxshi kommentariy yaxshi yozinglar, iyilik. Yoqmasa unda kommentariy yozib o'tib ketinglar. Somsa yaxshi, yomon. O'shanga qarab biz harakat qilib, o'shanga qarab biz nimamiz oshaveradi-da, xudo xolasa. Bir narsa olsa jazosini, ey, qarab qo'y deb. O'zim tekshirib qo'yim kelib. Bunday propa qilmang. Kel bo'lsin, kelganda somsa bo'lsin. Atayin bugunda aytyapman, keti uzilgan yo'q. 6 ta somsa bas, asha xudo xolasa sizlar uchun xizmatda hamma. Somsasi yaxshi ekan, ellar kelyapti, tug'anlar, chinunda men jep ketganlardan bir soat bo'lib turib o'sha yerda so'rayapman. Qanday ekan? Chinunda ayting, bunday. Videosi yo'q, jo'n ayting deyapman-da. Jep ketganni borib maqtayotadi. Klientlardan ham so'raymiz. Toshkentdan olib kelgan ustalarda. Ustalar va bomba jinnilarini olib kelganmiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. To'g'ri. Hostelning janida tug'anlar mana, hostelning janida mana. Kasa samsa nomer 1 tandir deydi. Ko'raylikchi ichkariga kirib juringchi. Ayollar kelta yo'q bu deydi. Mo'jerda xizmat qilgan ejevizag'im bor. Ayollar kelsa ham bo'ladi. Xudo xolasa sharoitni chiroyli qilib qo'yib beramiz. Addenli joylarga qilib. Dastavkalar qancha shtukdan qanchagacha, qayergacha o'shalarda 15 shtukdan tepasini dastavka qilamiz, 15 shtukdan pastiga to'g'risi dastavkimiz bitta hozircha. 15 shtukdan ko'pini dastavka qilaveramiz. Moskva metrogacha faqat. Besplatniy. Besplatniy. Jomma to'ldiraq, ey. Mayli tashlashing. Jamoat ko'p. Ichkariga kirib tatpaymiz biz. Tomoningizlar damda bo'lsin. Ichkariga kirib tatpaylar qo'yaylik ham. Ichkariga kirsang, ko'p tomoqcha yotadi. Turma so'ylab qolishi mumkin. Bu endi bitta gapda, endi ko'pchilik ovqatlanib o'tiribdi ekan, noto'g'ri bo'ladi. Mana odam kelyapti, Xudoga shukr. Agar yomon bo'lganda kelib o'tirib, nima qilib somsayib, choy ichib o'tirishmasdi. Xudo xolasa somsa cho'tga kelaverasizlar. Ehsondan aytib qo'yaylik. Ehson juma kuni обязательно 100 ta somsa har juma ehson, har juma kelib ehsonligini aka o'zi video qilib nima qiladi-da. Alloh roziligi uchun ehson qilyapti. Har juma sayin, har juma qachon bu videoni ko'rsangizlar dag'in, har juma ideya bor. Batga kelayotganlar hammasini puli ko'p, achasi ko'plar keladi-da bu yerga. O'sha 100 ta somsani yana bitta ideya qiynalgan joylarga, stroykalarga
kimga o'shalarga olib borib video qilsak ham zo'r bo'ladi. Бесплатно, inshaalloh. Alloh nasib etsin. Alloh razı olsun. Ehson bu yaxshi narsa. Обязательно video chiqadi ama Ehson xudo xohlasa. Undan ham ko'paytiramiz. Bu Ehsonning videoga tortuvining bir sebebi bunday o'rnak bo'luvda, boshqa bir odamlarga misol bu qancha biznesmen tuğanlardan var misal özsüzlüklerden biznesmenler o'shoncha da. Ehson bu yaxshi, ko'paytib beradi inshaalloh. Alloh o'zini o'rnini to'ldirib qo'yadi, sirasi. Hech kim ziyon qilmaydi Ehsondan. Ehson qilib turish kerak. Amanda turmuzlar, kelaverasizlar. Bobur og'amiz xizmatda, xizmat qilib isbat etib ishlayotibdir. Mana shu yerdaman. Amanda turmuzlar, iyilikler olsun barыңыздарга. Жардамалар боюнча өтөдөгү номерлер кайрылабересиздер. Каналга катталууну унутпаңыздар. Биринчи видеобуз ошол канча болду? 340 миңби ошондой просмотр болду. Ошого комментариялар көп болуп кетти. Ошого кабар алган чынында келдик. Кече күнү келип самсак успет этип, тыгын экен, эл көп экен. Неге андай кыласыңар деп көбү мага чалды, жазды. Мына кабар алган келдик, жакшы. Kecha buna bo'lishini bilmadi. Обязательно bugundan xudo xolasa somsa uzilmaydi. Kelaverasizlar. Qancha bo'lsa somsa beramiz. Kecha выходной berib qo'ygan ekan. Bir-ekosini. Bunday bo'lishini bilmay. Kelaverasizlar. Kutib olsanda. Sog' bo'ling. Ishingizga iyilik. Sog' bo'ling.